O'zbek segmentiga bu avtomobilni ikkita jihati yoqadi. Elektronik bagajlari ochiladi ham yopiladi. Ikkinchisi esa bu Toyota TRD Limited bo'lganligi. Narxi esa bor yo'g'i 26-yil modelni reyatiga olaman. 26-yil modelni reyatiga bor yo'g'i 79 ming VIP O'zbekiston bo'ladi. Limited komplektatsiyasi ham narxi, ham opsiyasi bo'yicha eng qulay modellardan biri hisoblanadi. Buning sababi esa siz off-roadga haydamasangiz, ovga haydamasangiz, ekstremal yo'llarga siz uni qo'llanmasangiz, bunaqangi darajadagi qimmat avtomobilni pulini havoga uchirgan bo'lasiz. Lekin Limitedning narxi o'zini modeliga mos bo'lganligi uchun siz o'z pulingizni havoga uchirmagan bo'lasiz. Buning yana bitta misoli esa siz dunyo bo'yicha eng ilg'or texnologiyali notebookni sotib oldingiz va u bilan siz faqatgina Excel dan foydalanyapsiz. Mana buni misoli pulni havoga uchirish bilan barobar bo'ladi. Aynan Tundra o'zining xavfsizligi, ishonchliligi va sifati bilan insonlar qalbidan joy olgan kam sonli pikaplardan biri hisoblanadi. Va yana aynan shu pikap bahaybat bo'lishiga qaramasdan oilaga, shahar ichida yoki uzoq sayohatlarga mo'ljallangan kam sonli, boshqarishi qulay bo'lgan pikaplardan biri bo'ladi. Ham bojxona to'lovi arzon, ham o'zi baquvvatgina motorga ega bo'ladi. 3.4 twin turbo, 437 ot kuchi, 790 Nm va образный 6 silindrga.